Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun SmartLex AI platformasida shablon asosida yangi hujjat yaratishning oson va tezkor yo'lini o'rganamiz. Bu funksiya hujjatlarni tez va oson rasmiylashtirishga yordam beradi. Shablonlar oldindan tayyorlangan va ichida to'ldirilishi kerak bo'lgan bo'sh joylar mavjud bo'ladi. Hozir misol tariqasida bir shablon ko'rinishida buni birgalikda o'rganamiz. SmartLex platformasida Dostupniy мне, ya'ni menga mavjud bo'limiga o'tib, u yerdan istalgan bir papkaga kiramiz va shablonlardan birini ochamiz. Shablonni ochganimizdan so'ng, hujjatdagi to'ldirilishi kerak bo'lgan joylar alohida ajratib ko'rsatiladi. Bu joylarni redaktor interfeysining o'ng tomonidagi menyuda ham ko'rishimiz mumkin. Asosiy maydonlarni birma-bir to'ldirib chiqamiz. Ish o'rganish shartnomasini tuzish sanasi. Ish o'rganish shartnomasini tuzish joyi. Ish beruvchi tashkilotning to'liq nomi. Rahbarning lavozimi. Rahbarning to'liq ism-sharifi. Xodimning to'liq ismi. Ta'lim muassasasining to'liq nomi. Ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya seriyasi hamda raqami va berilgan sanasi. O'quv dasturi nomi. Ta'lim muassasasining manzili. Ta'lim davomiyligi. Malaka nomi. Hafta kunlari. O'qish bo'lib o'tadigan vaqt. Istir. Ish beruvchining yuridik manzili. Xodimning to'liq ismi. Xodimning pasport seriya raqami. Xodimga pasportni bergan organning nomi. Xodimga pasport berish sanasi. Istir raqami. Xodimning doimiy ro'yxatga olingan manzili. Barcha maydonlarni to'ldirib bo'lgach, hujjat tayyor holga keladi va professional ko'rinishga ega bo'ladi. Siz uni Word yoki PDF formatda yuklab olishingiz yoki SmartLex foydalanuvchisi bo'lgan hamkasbingizga yuborishingiz mumkin. SmartLex AI'ning shablonlari yordamida hujjat yaratish jarayoni shunchalik sodda va samaralidir. Bu vaqtingizni tejab, ishingizni yengillashtiradi. SmartLex AI bilan ishlashingizga muvaffaqiyat tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.